ko'rsatib beramiz. Qarang, mana bu Faberlikning sodasi. Mana biz kundalikda ishlatadigan aprel sodamiz. Biz aprel sodani yomonlash niyatimiz yo'q, faqat biz buni ikkalasini farqini sizlarga tushuntirib beramiz. Mana bu qo'limdagi aptechniy mana yod. Mana qizlar soldik. Mana ikkalasiga ham bir xil qilib solamiz. Mana ko'ryapsizlarmi rangini mana. Bir xil qilib soldik. Manaki. Ikkalasini ham yaxshilab ko'rsating, videoga yaqinroq olib kelib. Ikkalasining rangi ham bir xil. Keling, mana bunisiga mana aprel sodamizdan solamiz. Manaki. Mana bunda aprel sodadan mana ko'proq solamiz. Imkon qadar manaki. Hozir ikkalasini bir tekis aralashtiramiz. Mana aprelni mana aralashtirib qo'yamiz, yaxshi erish uchun. Mana ko'ryapsiz, imkon qadar aprel sodasi ham ketkazishga harakat qilyapti. Mana o'zimizda hozir Faberlik sodamizdan ozroq solamiz. Voy, ko'payib ketdi. Hozir ozroq solamiz. Mana kuzatingizlar, mana nima bo'lishini kuzatamiz, qizlar. Mana ko'ringizlar. Mana aprel sodasi ham erishga harakat qilyapti. Lekin mana kuzatishingiz mumkin. Mana farqini ko'ryapsizlar-a? Mana bu bizning Faberlik sodamiz. Kimga kerak bo'lsa, lichkamga murojaat qilishlaringiz mumkin. Manaki. Mana bir xil. Mana ko'ryapsizlar natijasini. Bemalol ketmaydigan dog'lari mana yodni ketkazgan ketmaydigan dog'lari foydalansanglar bo'ladi.